боковой zonani полностью ajratganimda endi kemirishlik zaiflikni boshlaymiz. Xo'p, soch ho'l bo'lishi kerak. Zaifga qilishdan oldin soch yuviladi birinchi etapda. Sochni o'zini shampuni bor. O'zini shampunida birinchi yuvib tayyorlanadi soch. Mana bu manikeni ko'rsatdim. Просто чтобы sizlar bilinglar. Qanaqa etap bilan boshlanadi. Birinchi shampunni bosh yuvib tayyorlanadi. O'zini shampunida 3 faza bo'ladi. Faza 3 ta bo'ladi ularni. Faza. Birinchi faza sostav, ikkinchi faza fiksaj, uchinchi faza shampun. 3 ta faza bo'ladi. Fazadan ham nimasi bo'ladi? Urg'ular bo'ladi. Protsentlar bo'ladi. Bularni sizlarga keyin tushuntiraman. Birinchi mana uni boshlaymiz so'zni. Nimasini? Qanaqa to'g'ri o'ralishni boshlaymiz. Keyin uyga o'tamiz. Xo'p. Oldingda klientga berib qo'yadi mana bu narsani. Klientga berib qo'ysan, u bitta beradi sizlarga. Mana teleshkani yo'lga qo'yib qo'ysan ham bo'ladi-yu, sizlar ajratgan qiynalasizlar. Klient qo'lga berib qo'yadi. Bitta kaklushka beradi, bitta qog'oz beradi. Kaklushkani oldingda, kaklushkani olgandan keyin ajratib olasizlar. Qalin plyaj bo'lmasligi kerak. Buluğina qalin bo'lmasligi kerak. Qarash holatda ajratlanmaydi. Tarovulni yaxshilab tekislab tarab keyin mana qog'ozni orasiga qo'yiladi. Qanaqa qo'yilganini e'tibor beringlar. Qanaqa holatda ishlanayotganini. Keyin buni ko'tariladi. Uchigacha. Mana kaklushkanini cholkani, cholishni zonani oldinga agar kalta bo'ladigan bo'lsa, kalta cholka bo'lsa, oldiga aylantirasizlar. Mana ikkita, uchta bo'lib oldiga aylantirasiz. Nimaga pastga turadi cholka? Pastga turganda agar orqaga aylantiradigan bo'lsangiz, orqaga tortganingizda haliga orqaga tortilib ketib qoladi, cholka pastga yotmay qoladi. Aynan argon chirchirib ketadi.